Bugungi mavzuyimiz darvoza venasini, yuqorigi va pastki kavak venalarni paydo bo'lishi, ularni sistemasi hamda ularni orasidagi portokaval, kovakaval anastomozlar haqida boradi va oxirida embrionda ona qornida bolaning qon aylanishi bilan yakunlaymiz. Mana bu rasmda yuqorigi kavak vena, pastki kavak vena va darvoza venasi hamda bularni tashkillayotgan sistemalar ko'rinib turibdi. Avvalambor vena to'g'risida umumiy gaplashadigan bo'lsak, arteriyalarni doim kuzatib, venalar arteriyalarni kuzatib boradi. Aytganmiz, arteriyalar chuqur va yuzaki arteriyalar bor. Ana shu chuqur arteriyalarni doimo ikkita vena kuzatib boradi. Har bitta arteriyaga ikkitadan vena to'g'ri keladi deganmiz. Tanada, qo'l, oyoq, bosh, hamma bir nimalarda o'sha venalar yig'ilib kelib, ko'krak qafasida va qorin bo'shlig'ida katta bir vena o'zonlarini tashkil qiladi. O'shalar qorin bo'shlig'ida qo'shilgan bulari pastki kavak vena deyiladi. Mana bizlar ko'rib turgan nima umumiy yonbosh venasi, bu oyoqdan, taz organlaridan paydo bo'lgan vena. Ikkalasi mana tashqi yonbosh vena bilan ichki yonbosh vena qo'shilib umumiy yonbosh venani tashkil qilyapti. Chap va o'ng tarafdagi umumiy yonbosh venalar pastki kavak venani hosil qilyapti. Endi bu pastki kavak venani mana bu yerdan kesib qo'yilgan, mana yoqqa ko'rinishi uchun shu davom etib borib, mana bu yuqorigi kavak vena bilan qo'shilib, ana yurakni o'tganda eslaringda bo'lsa ko'rsatganman, yurakni o'ng bo'lmachasiga qo'shiladi, boradi bular. Yurakni o'ng bo'lmachasiga vena qonini olib kelar edi. Shunday qilib pastki kavak vena tashqi, ichki yonbosh venalarini qo'shilishidan hosil bo'lgan umumiy yonbosh venalari chap va o'ng qo'shilib pastki kavak vena. Yuqorigi kavak vena esa bosh va qo'llardan hosil bo'lgan venalar tashkil qiladi. Boshdan bilasizlar, tashqi va ichki bo'yinturuq vena tushib keladi, umumiy bo'yinturuq vena bo'ladi. Mana ikkita kesib qo'yilgan. Boshdan, bo'yindan tushib kelgan venalar tashqi, ichki bo'yinturuq venasi qo'shilib umumiy bo'yinturuq vena bo'lgan. Mana shu bo'yinturuq venaga endi qo'llardan kelayotgan o'mrov osti venasi qo'shiladi. Mana o'mrov osti vena. Mana shu yerda ana shu burchak to'g'risida aytib ketganmiz. Limfa o'zonini kelib mana shu yerga limfani qo'yadi deb. Yana uni ham eslab qolinglar. Mana bu vena burchagi deyiladi mana bu yer. Va mana shu umumiy bo'yinturuq vena va o'mrov osti venalari qo'shilishib bosh yelka vena o'zonini qiladi-da, ikkita bosh yelka vena o'zonlari qo'shilib yuqorigi kavak venani hosil qiladi. Bu boya aytganimizdek, pastki kavak vena ikkalasi qo'shilishib yurakni o'ng bo'lmachasiga qonni olib keladi. Endi uchinchi sistema, demak pastki, yuqorigi kavak venalarni aytdik. Endi darvoza vena bor shu yerda mana. Darvoza venasi eslaringda bo'lsa, arteriyalarni aytayotganimizda qorin bo'shlig'idagi a'zolar jub va toq a'zolar degandik. O'sha toq a'zolarga ketadigan arteriyalar hammasi, xususan mana bu qizil o'ngach, mana ko'ryapsizlar. Va mana bu yerda oshqozon bor edi. Ular olib qo'yilgan mana bu to'sqinlik qilmasligi uchun. Oshqozon, mana bu yerda taloq bor edi va ichaklar. Mana shularga arteriyalar tarqalganida ularni toq a'zolarga ketadigan arteriyalar deganmiz. Xususan gastrika, sinistra gastrika dextra dedik, oshqozonni o'ng va chap arteriyalari. Keyin ulardan yuqorigi arteriya o'zoni edi. Undan keyin yuqorigi tutqich va pastki tutqich arteriyalar
O'sha endi 12 barmoqlik ichakdan tortib to to'g'ri ichakni yuqoriga 3dan 1gacha bo'lgan joyini qon bilan ta'mirlagan edi. Endi xuddi o'sha arteriyalar qayerga tarqalgan bo'lsa, ularni venalari arteriyalar bo'ylab endi yig'iladi mana. Mana bu to'g'ri ichak. To'g'ri ichakni mayda pastki, o'rtangi va tepangi 3ga bo'lsak, yuqoriga 3dan 1dan boshlab mana qarang. Pastki o'sha darvoza venasiga qarab kelyapti buni venasi. Bu venani nomi endi to'g'ri ichakning yuqorigi venasi deyiladi. Bu kelib mana bu yerda yuqorigi tutqich venalarini va oshqozon venalarini hammasini qo'shilishidan hosil bo'lgan katta bir vena o'zoni darvoza venasi degan mana darvoza venasini tashkil qilyapti. Yana qaytib mana bu yerda ahamiyat beringlar. Qizil o'ngachni ham 3ga bo'lganmiz. Mana pastki 3dan 1, mana o'rta 3dan 1 bor, yuqorigi 3dan 1 bo'ladi. Mana shu qizil o'ngachni pastki 3dan 1dan venalar darvoza venasiga qarab keladi. Darvoza venasiga qarab keladi. O'rtangi yuqorigi qismlaridan esa o tog' va yarim tog' venalarga qarab ketadi mana. Tog', mana bu tog' vena umurtqa pog'onasining yonida joylashgan. Oraliqni o'tganimizda mana shular to'g'risida to'xtalganman. Bu orqa oraliqning mahsulotlari deb. Mana bu yarim tog', bu tog' venalarga mana bu qizil o'ngachdan bir qism venalar tog' venalarga, bir qism venalar oshqozon venasi bo'lib, mana bu darvoza venaga kelyapti. Shu yerga ahamiyat berib qo'yinglar, chunki buni klinik ahamiyati bor. Keyinroq aytaman hozir. Endi mana bu yerdan ona qornidaligida embrionda pupavina deymiz. Kindik arteriyasi va kindik venasi keladi. Keyin tug'ilgandan keyin kindik kesilgandan keyin bular qurib bu yerda bunaqa bir plika deyiladi, bunday bir tiyash shu yerda burma hosil qiladi. Mana bu kindikni lekin burama joyi bo'ladi. Mana shu venalar ham kelib bir qismi darvoza venasiga keladi. Demak, darvoza venasini hosil bo'lishi qizil o'ngachni pastki 3dan 1, to'g'ri ichakni yuqoriga 3dan 1, ichaklardan, taloqdan va embrion davrida esa pupavina kindik arteriya venalaridan tashkil topadi darvoza venasi. Shunday qilib bularni endi hosil qilib oldik. Asosiy temamiz mana shu sistemalarni biri bilan bog'liqligi, anastomoz deymiz. Birinchi endi portokaval anastomozini oladigan bo'lsak, o'z nomi bilan aytib turibdi, darvoza venasi bilan kavak venalar yoki yuqorigi kavak vena yoki pastki kavak vena biri bilan qo'shiladi. O'shani portokaval anastomozi deyiladi. Mana bu rasmda men bir qator hozir ilojini boricha yaxshilab tushuntirib beraman. Shu rasmni o'zlaring bir bunaqa rangli rasm, juda yaxshi tushuntirilgan, mana bular yozilgan pastida. O'shalarni qayta ko'rib, o'zlaring xuddi mana shularni chizib, endi bundan keyin o'rganib olishlaring shart bo'ladi. Chunki bu imtihon nimalari klinik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar bu. Qarang, endi darvoza venasi bilan yuqorigi kavak venani anastomozlarini ko'rib chiqaylik. Buning uchun qarang, mana oldi tarafda va orqa tarafdan anastomozlar bor. Tanani bir kub deb faraz qilsangiz, oldi tarafdagi anastomozlar mana darvoza venasi, mana bu kindik arteriyasi bilan kindik venasi,
bular endi kelib kindik atrofidagi vena tomirlariga aylanadida, endi qarang, mana bu ko'krakni ichki venasi bo'lib, ko'krakning ichki venasi bo'lib, yuqorigi kavak venaga qarab qo'shilyapti kelib. Demak, bu birinchisi, mana yuqorigi kavak vena bilan darvoza venasi, kindik tomirlari va ko'krakning ichki venasi borib bosh yelka o'zoniga, venaga va undan keyin yuqorigi kavak venaga qo'shilyapti. Bu bitta anastomoz. Ikkinchi anastomoz yana xuddi shunaqa, mana yana darvoza venasi, undan yana o'sha kindik arteriya venalari, bular qo'shilib, mana bu endi epigastrika toratsika degan nadchrevna grudnoy vena degan, bu terini ostida, endi terini ostidan ketgan vena, bu borib mana bu o'ng, bu yoqdan chap, tak o'ng o'mrov osti venasiga quyilyapti. Yana porta kavalniy anastomoz bo'lyapti. Endi yana bitta portakavalniy anastomozni eng muhim klinik ahamiyatga ega bo'lganlardan bittasi mana yerda vena porta, bu darvoza venasi. Endi mana bu qarang, oshqozon venalari, bunday ekan, bu yoqdan oshqozon venalari kelib darvoza venasiga kelyapti. Endi mana bu qizil o'ngachda pastki 3dan biridan bir qism qonlar oshqozon venasi bilan darvoza venaga kelyapti. Qolgan bir qismlari bu yuqorigi va o'rta qismlaridan toq venaga, umurtqa pog'onasini yonida joylashgan toq venalarga qo'shilyapti-da, bu toq vena ko'tarilib borib yuqorigi kavak venaga qo'shilyapti. Mana bu yana bitta bir anastomoz bo'lyapti. Bu darvoza venasi bilan yuqorigi kavak venani anastomozlari bo'ldi hozir sizlarga. Xuddi shunaqa anastomozlar darvoza venasi bilan pastki kavak venasini orasida ham anastomozlar bor. Mana ahamiyat bering. Mana bu darvoza venasi, bu darvoza venasi mana bu tutqich venalardan pastki bo'lgan tutqich venalarga esa yuqorigi to'g'ri ichak venasi kelib qo'shilgan. Mana to'g'ri ichakni yuqorigi 3dan biridan hosil bo'lgan venalarni bir qismi mana yuqorigi to'g'ri ichak venasi orqali darvoza venaga ketyapti. Bir qismichi o'rtangi va pastki qismlaridan bu to'g'ri ichakning o'rta va pastki qismlari va mana shu yerda to'g'ri ichakning vena to'ri paydo qiladida, shu vena to'rlardan venalar paydo bo'lib ichki yonbosh venasiga qo'shilyapti. Mana ichki yonbosh venasi bu pastki kavak venani sistemasi edi. Ko'rdingizmi? Porta kaval bo'lyapti yana bitta, mana shunday bitta anastomoz. Bu orqa tarafda. Endi oldingi tarafidan yana kelamiz. Darvoza venasi. Darvoza venasidan kindik arteriya venalari va kindik oldidagi yopilib ketgan venalar va mana bu endi pastki epigastrika inferior degan tashqi yonbosh arteriyasidan ketgan arteriyani kuzatadigan vena bu. Bu ichki yonbosh pastki nadchrevniy epigastrika deyiladi, inferior degan vena. Demak, bu vena pastki kavak venadan boshlanib mana bu darvoza venasiga kelyapti. Bu ikkinchi anastomoz. Uchinchi anastomoz xuddi shunaqa. Endi mana bu yerda tashqi
nadchirevniy deydi, epigastrika. Qorin usti tashqi venasi, bu tashqi yonbosh venadan ketyapti va kindikning atrofida vena porta deymiz, mana darvoza venasini tarmoqlarga qo'shilyapti. Shunday qilib endi darvoza venasi ham yuqorigi kavak vena bilan, ham pastki kavak vena bilan qo'shilar ekan. Bular anastomoz qilar ekan. Kavak, portakaval anastomozlarni ko'rdik. Endi boshida aytuvdim, bu klinik ahamiyatga ega deb. Qarang, darvoza venasi qayerga boradi? Jigarga kiradi. Jigarda agar xastalik bo'lsa, jigarda sirroz bo'lsa, shu jigar mana bu darvoza venasidan qonni o'ziga qabul qila olmasa, jigarni sinuslari bor edi, eslaringda bo'lsa, sirroz bo'lib, sariq kasalliklaridan asorat bilan yaxshi bo'lgan bo'lsa va boshqa nimalarda bu darvoza venasidan qon, ichaklardan so'rilgan qon jigarga kirolmaydi. Natijada mayda dimlanish paydo bo'ladi. Bu dimlanish endi mana bu oshqozon venasi orqali oshqozon venalariga beriladi va bu dimlanish endi qizil o'ngachni pastki 3dan 1dagi venalarda ham dimlanish, to'laqonliklar bo'lib ketadi. Natijada mana shu eng bir nozik venalar bo'lgani uchun birinchi navbatda mana shu yerdagi venalar yorilib ketishi mumkin va shu jigar kasalliklarida bemorlarni shu nimalardan qon ketish alomatlari bo'ladi. Sababi mana bu qizil o'ngachni venalari darvoza venalari bilan bog'liqligi. Yana bir nimasi, xuddi shunaqa qon ketish to'g'ri ichakdan ham bo'lishi mumkin. Mana darvoza venasidagi dimlanish endi shu tutqichlar venalari orqali dimlanib kelib, to'g'ri ichakni yuqorigi qismidagi vena to'rini ham dimlanishlar natijasida bular shishib yorilib ketib, to'g'ri ichakdan ham qon ketishi mumkin. Kasallik jigarda, qon to'g'ri ichakdan ketyapti. Kasallik jigarda, qon og'izdan kelyapti. Mana shuni ahamiyat berish kerak bo'ladi. Endi yana bitta bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan joyi, mana shu darvoza venasini, mana bu kindik arteriya, kindik venalari odatda tug'ilgandan keyin, kindik kesilgandan keyin bular puchirayib, bular burmaga aylanib qoladi. Bu yerda qon bo'lmaydi. To'xtaydi bu yerda. Endi mana bu yerda dimlanish bo'ladigan bo'lsa, jigar qonni o'ziga qabul qila olmasa, venani, darvoza venasi orqali qabul qila olmasa, bu dimlanish endi mana shu kindik arteriyasi, kindik venasini ham yana endi ochib yuboradi. Dimlanib kelib, kindik arteriyalari, kindik venalari ochilib ketib, kindikni atrofidagi mana venalar, kindikni atrofidagi okolopopochniy vena deymiz, o'shalar paraumbilikalis. Shu venalar ham qonga to'lib ketadi. Qonga to'lishi natijasida kindikni atrofida chuvalchangsimon mayda bir ajrin tomiriga o'xshagan tomir, ko'k tomirlar paydo bo'lib qoladi. Buni meduzani boshi degan simptom bu. Meduza boshi. Kaput meduza deyiladi. Shu kindikni atrofida mayda shunaqa tomirchalardan nimalar, tomirchalar paydo bo'lib, bu jigarni xastaligidan darak beruvchi yana bitta bir simptom. Mana shu anastomozlarni bir-biriga nimaligini ahamiyati shunda. Yana sizlar endi bir narsaga ahamiyat beringlar. Ichgan dorilaring hammasi bu ximiya. Ichgan dori oshqozonga tushadi. Oshqozonni venasiga so'riladi. 12 barmoqli ichakka kelib, uni venasiga so'riladi. Ingichka ichaklarda yurib, tutqich venalariga so'riladi. Borib ular jigarga boradi birinchi navbatda. Demak, dorini peros deymiz, og'iz orqali qabul qilganingizda to'g'ridan to'g'ri ichaklardan, oshqozonlardan so'rilib turib, darvoza venasi orqali jigarga boradi. Endi mana bu o'zgachaligini bir nazarga tutaylik, nazaringizda qarang, to'g'ri ichakni
yuqoriga 3dan 1 qismidan o'sha darvoza venasiga ketar ekan vena. Pastki qismi bu pastki kavak vena sistemasi ekan. Qarang, pastki kavak venaga ketar ekan qon. Shuni inobatga olib, jigar xastaligi bo'lsa, dori ichish mumkin bo'lmasa, mana shu to'g'ri ichakdan foydalanish mumkin. Svicha, shamcha sifatida, klizma sifatida shu yerga dori qo'yilsa, endi bu dorilar mana bu pastki kavak vena sistemasiga qo'shilib, jigarga kirmay, qonga o'tib qo'shilib ketaveradi endi. Jigarga kirmaydi. Yuqoridan boshqa oshqozondan ketgan hamma dorilar darvoza venasiga kiradi. Mana shularni inobatga olish kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana shu rasmni sizlar internetdan o'zlaringga yuklab olinglar. U yerda rangli qilib ko'rsatilgan, juda chiroyli nimalari chiqqan. Shuni o'zlaring rasmini ham chizinglar. Bu imtihon nimalari biletlariga kiradi. İmtihon paytida so'raladi sizlardan. Endi boshida va'da bergan embrionda qon aylanishini sizlarga tushuntirib o'taman deb. Mana qaranglar, embrionda ona qornida bolani kichik qon aylanish doirasi ishlamaydi. Chunki o'pka nafas olmaydi, yoqib bormaydi. Shuning uchun mana bu yonbosh, ichki yonbosh arteriyasidan ikki tomondan ikkita arteriya keladi. Arteriya bular kindik arteriyasi deyiladi. Kelib mana bolani yo'ldoshga keladi. Yo'ldosh bachadonning ichki qavatidagi varsinkalarga mahkam yopishgan bo'ladi. U bachadonning ichki devoriga, u varsinkalarga ona qoni keladi bu yerga. Ona qonidan bola mana bu yo'ldosh orqali kerakli ozuqalarni oladi, kislorodni oladi. Mana bu yerdan endi uglekislotani onani qoniga beradi. Kerakmas bir zararli, bir kerakmas moddalarni onani qoniga o'tkazadi-da, diffuz usulida onani qoni bilan bolani qoni aralashmaydi. Diffuz usulida bo'lib, endi mana bu yerda ko'k qilishga harakat qildim. Kindik venasi bo'lib bolani tanasiga mana kindikdan kiradi, endi tananing ichiga kirib, mana bu darvoza vena jigarga keladi bular. Jigarga kelib bir qismi jigar darvoza venasiga o'xshab jigarga kiradi bular. Ikkinchi bir qismi endi pastki kavak venaga ketadi. Va jigarda bu tekshirilib, o'sha bolani organizmiga moslashib, jigar venasi bo'lib yana pastki kavak venaga qo'shiladi. Pastki kavak venadan endi yuqorgi kavak vena ikkilasi qo'shilib, o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tadi qon. Asosiy qismi o'ng bo'lmachadan chap bo'lmachaga o'tadi-da va aortaga ko'tarilib yana tanaga tarqalib ketaveradi. Shunday qilib bolada kichik qon aylanish doirasini, rolini, vazifasini mana bu yo'ldosh va onaning qoni rol o'ynaydi. Demak, mana bu ichki yonbosh arteriyalaridan kindik arteriyalari keladi yo'ldoshga va yo'ldoshdan kindik vena bo'lib jigarga boradi. Bir qismi to'g'ridan to'g'ri pastki kavak venaga, bir qismi jigarga kirib tozalanib yana qaytib chiqadi. Mana shu yerni Arans protogiyam deb qo'yamiz. Buni eslab qolinglar, keyin bu kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, bu yerda ham sizlarga ulkan mana bir iltimosim bor. Mana shu rasmni ruscha nimaga sxema кровообращения плода deydi. Shuni topinglar, o'zlarining internetlardan topib, Atlas Sinelnikovda ham bor. Topib shuni qayta o'rganinglar. Buni ham rasmini chizinglar. Nega desalaring, bu rangli rasm. Mana bu yerda qora, oq bo'lib chiqdi. Men ilojini boricha qizil bilan ko'kka bo'yashga harakat qildim. Qanchalar sizlarga endi bu ko'rinyapti, menga noma'lum. Mana bu yerda buni yozib qo'ygan.
ko'k rangi nima, qizil rangi nima, ular aralash. Qayerda qon qancha qo'shilishi mana bu yerda tushuntirish xat bor. Shuning uchun sizlarga mana shuni nimada olib olishlaringni iltimos qilaman. Shunday qilib, barchalaringga sihat salomatlik, omadlar tilab qolaman. Xayr.